gapirmayapti, ovoz chiqmayapti deb o'yladinglar, даже balandlatib ham ko'rdinglar. Yo'q, bu yerda mikrofonimiz o'chib qolgan ekan, bilmay qolibmiz. Xo'p, bu yerda rossiyskiy laminatdan bo'lgan ishlarimizni, high-tech fasonimizni ko'rsatdik. Shunaqa holat deyapman. Ichida bortiklari, pashxonalari birga beriladigan holatda. Bir chekkadan diqqat qilib kuzatinglar. Xudo xolasa narxini ham aytamiz. Narxini ham aytganmiz ham bu videoda. Prosta tak ovozimiz chiqmay qolibdi. Bunimiz shkafi bilan mana komplet holatda bo'ladi. Narxlarni aytib o'tganman. MDF'larimizni ko'rsatganmiz. Yana bu yerda qolgan ishlarimiz, zakazlarimiz. Bu yerda aksiya bo'layotganimiz MDF Crashinning holatdagisi. Ba'zi high-tech maloshniga cappuccino kombinatsiya bo'lgani 100% maloshniisi, mebelniga maloshniy kombinatsiya bo'lgani, mana ichida bortiga pashxonalari shu narx aytgan narximiz ichiga kiradi. Sizlarga Ramazon oyida aksiyani bombasini qilamiz. Mana qo'ygan aksiya qo'ygan narximizdan ham kamini qilib beramiz deb gapirib o'tganman bu yerda. Ko'rib turibsizlar, razmerlarga keladigan bo'lsak, manejlarimiz offshi turishi 1.70 ga, shirinasi 65 bo'ladi. Lulkamiz tebranadi, oldi panjarasi tepa pastga tushib chiqadi mana shunday. Pastga tepaga ayollarni bolani olib qo'yishga osonroq demoqchiman. Lulkamiz bilan tumbichkani pastga tushirsa, tagidagi kravat mana 3 bo'lim turibdi shu yerda. Eshiklari, osha-moshiqlari davodchiy holatda. Kravatimizni 3 ta tortmasi bor tagida. Shkaflarimiz eniga 1.20 lik, balandligi 1.95, yoni 40 cm bo'ladi. 39 cm, 1 cm raziyasi bor. Bu yerda aksiyani bombasini qilamiz deyapmiz-da. Mana komplet holatda bunimizni o'zi 3.5 million so'mlikdi. 2.900.000 so'm aksiyaga qo'yuvdik. Hozir Ramazon oyi uchun, mana tugash uchun, tugab ketishlik uchun sabablari shu. 2.700.000 so'mdan olishinglar mumkin. 2.700.000 so'mdan qilib beramiz. MDF oldi Crashinning yonboshlari rossiyskiy displey laminat bo'ladi. 3 xil rasvetkasi, cappuccinoga, maloshniy, bemelniga, maloshniy 100% maloshniy holatda. Undan tashqari 3 millionlik high-techimizni 2.500.000 so'mga qo'yganmiz. Bunimizni 2.300.000 so'mdan olinglarni. 4 komplet bor mebelnisda. Bularda ham pashxonasi, ichida bortiklari bir xil bo'ladi, stoykalari. Shuni olasizlar, ishlatasizlar chiroyli qilib. Tamom, qo'yadigan narsalar yo'q. Keyinchalik masalan lulka bilan tumbichkasini pastga tushirib, tagida kravatda 2-3 yashardan keyin yotishni boshlasa, lulkasi ukasiga yoki singlisiga qolaveradi. Bitta eshimizda 2 ta polka 3 etajli bo'ladi. 2 qanotimiz ichida 2 qator vishilka bo'ladi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Yana podrobniy ma'lumot kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Bemalol ma'lumotni berib yuboramiz. Hammalarga sog'lik tilaymiz.